juda ham ko'pchilik opa-singillar yozishyapti. Rosa sizga havasimiz kelyapti. Chet eldasiz, Xitoydasiz, o'zingiz biznesingizni qilyapsiz. Biz uyda o'tirib pul topa olmaymiz, erimizni qo'liga qarab o'tiramiz deysizlar. Ammo shuncha reklama qo'yaman, e'tibor bermaysizlar. Mana o'tgan safar ham Mohinur Toshtemirovani qo'yganimda yozilgan ayollar уже hozir pul topib o'tirishibdi komandalarida. Ular bir oyda bitta komanda yig'iladi. Mana shunaqa komandalariga qo'shilib olinglar, hurmatli opa-singillar. Mazza qilib uyda o'tirib pul topasizlar, eringlarning qo'liga qaramaysizlar, hamma narsaga yetkazasizlar. Hech qanaqa registratsiyadan o'tish shart emas ularga. Qanchadir pullar tikish ham shart emas. O'zlari zo'r qilib sizlarga o'rgatib qo'yadilar. Hozir yana komanda yig'yaptilar. Eski komandalar уже normal pul topishyapti. Bilasizlar, etap bo'lib katta pul topib ketaverishadi. Kim yaxshi ishlasa, o'zini shijoati bo'lsa, qiziqishi bo'lsa, aktiv ishlasa, normal daromad qilsa bo'ladi. Sizlarga ssilkasini qoldiraman.